E'tirof etish kerak, Sirdaryo viloyati bugun nafaqat agrar salohiyati, balki sanoatlashuv sur'atlari bilan ham e'tibor markazida. Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasi hududida Sirdaryo tumanidagi Pengsheng industrial park esa bugungi kunda oddiy sanoat hududi emas, balki O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy siyosiy hamkorlikning amaliy namunasiga aylandi. Markaziy Osiyoda Xitoy ishtirokida tashkil etilgan yagona davlat darajasidagi xorijiy iqtisodiy savdo hamkorlik zonasi sifatida u mintaqaviy integratsiyaning yangi bosqichini boshlab bermoqda. 380 gektar maydonni egallagan majmuada sanoat va qishloq xo'jaligi uyg'unlashgan. 18 ta sanoat korxonasi umumiy qiymati 150 million dollardan ortiq investitsiya kiritdi. Ishlab chiqarish hajmi esa 75 million dollarga yetdi. Eng muhimi 2000 dan ziyod ish o'rinlari yaratildi va ularning asosiy qismi mahalliy aholi hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu raqamlar quruq statistika emas, balki ular hududda ijtimoiy barqarorlik va daromad manbalari kengayib borayotganini anglatadi. Biz faoliyatimizni juda kamtarona boshlaganmiz. Bor yo'g'i 2 ta korxona bilan. Bugungi kunga kelib esa korxonalarimiz soni 16 taga yetdi. Bu raqam ortida yillar davomidagi mehnat, ishonch va O'zbekistonda yaratilgan investitsiya muhiti turibdi. Eng muhimi, biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlar mintaqadagi boshqa korxonalar mahsulotini takrorlamaydi. Biz bozorni o'rganib, aynan talab yuqori bo'lgan va import o'rnini bosadigan yo'nalishlarni tanladik. Hozirda kafel, chorva terisini qayta ishlash, santexnika jihozlari va quvurlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Umuman olganda, o'ndan ortiq turdagi mahsulotlarimiz bugun nafaqat O'zbekiston bozorida, balki xorijda ham o'z xaridorini topmoqda. Men uchun eng ta'sirli jihat shuki, O'zbekiston biz uchun shunchaki investitsiya kiritilgan davlat emas. Bu yerda biz faqat zavod qurmadik, katta jamoa shakllantirdik. Bugungi kunda korxonalarimizda 2000 dan ziyod ishchi xizmatchi mehnat qilmoqda. Ular bilan biz o'zimizni katta oiladek his qilamiz. Albatta, bunday natijalar tasodif emas. Muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan investorlarga yaratib berilgan imkoniyatlar, ochiq siyosat va doimiy qo'llab-quvvatlash faoliyatimiz kengayishida hal qiluvchi omil bo'ldi. Biz bu ishonchni yangi loyihalar, yangi ish o'rinlari va yanada sifatli mahsulotlar bilan oqlashga harakat qilamiz. Kelgusida ham O'zbekiston iqtisodiyoti rivojiga o'z hissamizni qo'shish, zamonaviy texnologiyalarni olib kirish va mahalliy mutaxassislar bilan birgalikda yanada yirik ishlab chiqarish quvvatlarini yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz. Sirdaryoda amalga oshirilayotgan bunday sanoat loyihalari yangi zavod yoki navbatdagi investitsiya obyektigina emas. Ular hudud iqtisodiyoti qiyofasini o'zgartirayotgan, odamlar turmush darajasini yaxshilayotgan va mamlakatning sanoat salohiyatini mustahkamlayotgan muhim omildir. Eng ahamiyatlisi, bu korxonalar mahalliy bozorni sifatli mahsulot bilan ta'minlash barobarida eksport geografiyasini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va zamonaviy texnologiyalarni olib kirishga xizmat qilmoqda. Bu esa Sirdaryoni faqat agrar hudud emas, balki zamonaviy sanoat markazlaridan biriga aylantirayotganini ko'rsatadi. Bunday loyihalar ortida esa bir muhim haqiqat mujassam. O'zbekiston investitsiya uchun ochiq, ishonchli va barqaror hamkor davlatga aylanmoqda. Demak, bugun barpo etilayotgan har bir korxona bu ertangi iqtisodiy taraqqiyot, yangi imkoniyatlar va farovon hayot poydevoridir.